Kunimizni qanaqa o'tishi mijozlar bilan bo'layotgan suhbatimizga bog'liq asosan. Ya'ni mijozlar bilan o'zaro suhbatimiz bizani kun davomidagi kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Keyin bir kuni menga tog'amlar shu Anorbankda yangi ish o'rinlari ochilib, bo'sh ish o'rinlari ochilibdi. Kesh o'tga bitta topshirib ko'r deganlar. Men o'tga tavakkaliga topshirib ko'rganman. Bu ish menga ham moddiy, ham ma'naviy erkinlik beradi desam, adashmagan bo'laman. Sababi moddiy taraflama erkin bo'lgan odam o'sha ma'naviy taraflama ham erkin bo'lishga intiladi. Qyutda menga eng yoqadigan narsa birinchi navbatda bu formaga qattiq qaramasliklari. Bu yerda xohlagan kiyimlarni endi ochuv-sochuv emas-ku, madaniyatga to'g'ri keladigan kiyimlarda bemalol kelishimiz. Endi baribir qizlar ko'p kiyinish yaxshi ko'rishadi-ku, shuning uchun. To'g'risi aytsam, masofaviy undiruv sal qiyinroq ish. Kimlargadir sal og'irroq gap gapirishsa to'lashadi. Shu huquqdan ham anchagina xabari bo'lgan insonlar ham olishadi. Men kechiktiryapman, menga qanday chora ko'rasizlar? O'sha vaqtda ularga moddalar bo'yicha qonunda qanday choralar belgilanganligini mukammal qilib tushuntirib yetkazib bera olishim kerak. Universitetda erishgan eng katta yutuqlarimdan bittasi grant yutib olganim bo'ladi. Ba'zi bir blogerlar ham, aktyorlar ham shu yerda o'qishadi, ya'ni universitetda o'qishadi. Bular bilan yuzma-yuz ko'rishsangiz ham bo'ladi. Real hayotingizda grant o'qigan vaqtimda ham yoki birinchi kursda kontrakt to'lab o'qigan vaqtimda ham o'sha kontraktimga ham to'g'risi achinmayman, chunki baribir emotsiya, shu yerda olayotgan bizani bilimimizni hammasini qoplab beryapti. Assalomu alaykum, Mo'hinurman. Yoshim 21 da, Toshkent viloyati Ohangaron shahridaman. Anorbank bosh ofisida muammoli kreditlarni masofadan undiruv departamenti xodimasi bo'lib ishlayman. Ishga 2025-yil 1-iyul sanasi bilan kirganman. Bir ish kunim har kuni har xil o'tadi. Ko'proq mijozlarga bog'liq, bizning kollektivimizga ko'proq bog'liq, chunki har doim har xil mijozlar uchraydi. Masalan, bir kun yaxshiroq xarakterga ega bo'lgan mijozlar, yana bir kun sal slabiyroq xarakterga ega bo'lgan mijozlar uchraydi. Kunimizni qanaqa o'tishi mijozlar bilan bo'layotgan suhbatimizga bog'liq asosan. Ya'ni mijozlar bilan o'zaro suhbatimiz bizning kun davomidagi kayfiyatimizga ta'sir qiladi. O'zi to'g'risini aytsam, iqtisodiyot va moliya sohasiga yoshlikdan oyimlar hisobchi bo'lganliklari uchun qiziqqanman, lekin keyinchalik orada yana bir boshqa sohaga qiziqib, maktabni bitirayotgan vaqtimda yana shu aynan matematika, ingliz tili sohasiga qiziqib, shu bilan iqtisodiyot sohasiga kirib kelganman. Universitetga kirishim o'zi qiziq voqea bo'lgan. Men o'zi universitet haqida hali tushunchalar yoki umuman tanimaganman bu universitet borligini. Lekin mana shu eng yaqin o'rtog'im shu universitetni topshirganligini aytgandan keyin menda ham qiziqish uyg'onib, keyin shu universitetga harakat qilib topshirib ko'rganman. Va natijasi shu yerga kirib, hozir shu yerda hali ham o'qishda davom ettiraman. O'zi to'g'risini aytsam, birinchi yuridik sohaga shu xolamlarga havas qilib qiziqqandim. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan oyimlarning izidan yurgim keldi. O'shaning uchun keyin oyimlarga qiziqib, men aynan mana shu moliya sohasiga qiziqishim sababli keyinchalik shu universitetga o'zimning qiziqishlarimni bildirib, hujjat topshirib va imtihon topshirib talabasi bo'ldim. Qyutga birinchi kelgan kunim menimcha hech qachon esimdan chiqmasa kerak, chunki bu yoqqa birinchi kelganimda men uchun butunlay boshqacha atmosfera bo'lgan. Chunki har xil odamlar, yangicha tanishuvlar va yangicha muhit bo'lgan. Men uchun bu har doim yangilik, qiziq bo'lganligi uchun universitetga kursdoshlar bilan ham va ustozlar bilan ham tez chiqishib kirishib ketganmiz. To'g'risini aytsam, universitetga kelishdan oldin iqtisodiyot va bank sohasi bo'yicha meni deyarli bilimim bo'lmagan. Faqat shu matematika sohasiga ozgina qiziqqanman. U ham asosan majburiy bo'lgani uchun o'qiganman matematika sohasini ham. Keyinchalik universitetga kelib, shu domlalarning yaxshi dars berishini ko'rib, menda qiziqish uyg'ongan. Universitetga kelishdan oldin lekin umuman qiziqishim bo'lmagan bunaqa fanlarga. Qyutdagi dars jarayonlari har doim qiziq bo'lib kelgan. Ayniqsa bizani moliya o'qituvchimiz zo'r dars o'tardilar va ingliz tili o'qituvchimiz ajoyib dars berardilar. Aynan shularni darslariga men qiziqishim yana ham ortib borgan. Dars jarayonida bizda har xil o'yinlar qilishardi yoki aynan hayotiy faqatgina darslikdan emas, balki darslikdan ham sal tashqariga chiqib, hayotda bo'layotgan hayotiy narsalar bilan bizga aniq faktlar bilan keltirib bergani uchun ham dars har doim qiziq bo'lgan. O'zi universitetda professional bo'lgan professionalman ham deya olmayman-ku, lekin haqiqatan qiziqib, o'zimni qiziqishim uchun, faqat baho uchun emas, qiziqish uchun o'qigan fanlarim bor. Moliya fani, ingliz tili fani va iqtisodiyot fanidan ancha qiziqishlarim katta bo'lgan. Sababi bu darsni berayotgan ustozlarimiz boya aytganimdek bizga haqiqatan hayotiy faktlar bilan chiroyli qilib tushuntirib berishgani uchun qiziqish ancha shu fanlarga ko'proq bo'lgan, boshqa fanlarga qaraganda. Talabalar uchun menimcha eng qiyini ham, lekin eng esda qolarli payti ham menimcha bu sessiya payti bo'lsa kerak. Chunki biz yil davomida, butun semestr davomida ana o'qiyman deb yurardik. Lekin sessiya vaqtlari kelganida biz hammamiz bitta bo'lib shu kutubxonaga tushib tayyorlanardik.
o'zimizni hammani alohida kichkina guruh bo'lib, mani eng esda qolarli paytlarim o'sha paytlar bo'lgan. Ya'ni sessiyadagi tayyorlanish va sessiya topshirib chiqqandan keyin san nechta ichding deb bir-birimizga berayotgan savollarimiz. Bu ish menga ham moddiy, ham ma'naviy erkinlik beradi desam adashmagan bo'laman. Sababi menimcha moddiy taraflama erkin bo'lgan odam o'sha ma'naviy taraflama ham erkin bo'lishga intiladi. Chunki baribir har bitta inson ishlagandan keyin, o'zi pul topgandan keyin endi uni nimaga sarflash va to'g'ri sarflash haqida ham o'zida kengroq tushunchalar paydo bo'ladi va endi qarorlarni ham o'zini hayotida o'zi ko'proq hal qilishga kirishadi. O'shaning uchun men ishdan va o'qishdan oldingi hayotimga qaraganda ancha moddiy va ma'naviy taraflama mustaqil shaxsga o'zi aylanib bo'lganman. To'g'risini aytsam, ishga kirishim qiziq bo'lgan, chunki men hali ishga kirish haqida umuman o'ylab ham ko'rmaganman. Ochingda, ya'ni kunduzgi rejimda o'qib yurgan vaqtimda ishga kirish haqida o'ylamasam, shu bitta yiqilgan fanlarim yopish haqida o'ylab yurgan bo'lganman. Keyin bir kuni menga tog'amlar shu Anorbankda yangi bo'sh ish o'rinlari ochilibdi. Kecha o'tga bitta topshirib ko'r deganlar. Men o'tga tavakkaliga topshirib ko'rganman. Shu bilan meni rezyumelarim ularga to'g'ri kelib qolib, meni suhbatga chaqirishgan, suhbat qilishgan. Suhbat qilganlaridan so'ng biz o'sha yerda 3 kun o'zimiz alohida обучение, ya'ni dars o'tilgan. Mana shu darslarda bizda ancha qiziq bo'lgan. Studentlarda o'sha yerda o'tirib, hammamiz o'rganib, bir-birimiz bilan zo'r qiziq gaplar haqida gaplashib, keyin oxirida 2 kun ketma-ket biz yana suhbat qilib, imtihonlar qilishgan. Shunaqa qilib ishga kirib ketganman. O'sha ishga kirganim aniq bo'lganidan keyin bu yerda kunduzgi rejimdan sirtqi rejimga o'tib ketishimga to'g'ri kelgan. Va hozir endi sirtqi ta'limda o'qiyapman. Birinchi maoshim olganimdagi hissiyot menimcha hech qachon esimdan chiqmaydi. Chunki o'sha kuni bizga avans, ya'ni menimcha o'zbekchasiga bo'nak bo'lsa kerak, tushadi degan kuni biz pulimizni oxirigacha ishlatib tashlaganmiz. Avtobusga ham pulim qolmasdan shu Obi metro tarafga qarab ketayotganimda, shundoq kartamga kirsam, men telefonimga SMS kelgan, birinchi avansim tushgan bo'lgan. Shunaqa xursand bo'lib ketganman. O'sha momentda menga yana tog'amlar telefon qilib qolgan. Nima bo'ldi, ishdan qaytyapsanmi, olib ketaymi? Kutib turibman seni deb. Yo'q, bo'ldi, o'sha menga mana avansim tushdi deb tog'amlarga ham o'sha narsa emotsiya bilan gapirib berganim hech qachon esimdan ketmaydi. Endi birinchi pulim bo'lgani uchun uydagilarga va'da berib qo'yganim uchun qanchadir qismini, ya'ni ma'lum qismini uydagilarga tashlab berganman. Qolganiga borib ishga yangi kiyim olaman deb kiyim kiyganman, shopping qilib kelganman. Ularning hissiyoti ajoyib bo'lgan. Ya'ni men endi ishlab pul berayotganimda albatta ular xursand bo'lishgan. Va nihoyat sen ham shu endi bizning pulimizga emas, o'zing puling ishlab topib, o'zing xarajatlaringni qoplaydigan bo'lsan-da deb ular shu narsaga xursand bo'lishgan ko'proq. To'g'risini aytsam, masofaviy undiruv sal qiyinroq ish, chunki baribir kun davomida har xil mijozlar bilan, har xil insonlar bilan tanishasiz. Ularning har xil o'ziga yarasha hikoyalari bor. Undiruv deganida ular bilan faqat to'lang, bo'ldi, qarzingiz bor degan emas, balki ularning hayotida nima bo'lyapti, nimaga kechiktiryapti, buni hamma narsasini haqida tushunchaga ega bo'lishingiz kerak, so'rashingiz kerak. Shu uchun ham menimcha sal qiyinroq deb o'ylayman, chunki kimlargadir yaxshi gap bilan tushuntirsa tushunishadi. Ya'ni kimlargadir sal qo'pollashsa yoki sal og'irroq gap gapirsa to'lashadi. Ya'ni faqatgina ishlayotganda har kuningiz bir xil o'tmaydi. Insonlarga, ular bilan bo'layotgan muloqotlaringizga qarab. Ishdagi eng muhim malaka bu bilimingiz bo'lsa, ikkinchi o'rinda har bitta insonga psixologik to'g'ri yondashish, ya'ni mukammal yondashishingiz kerak. Kimlargadir masalan ko'ngli bo'shroq mijozlar bo'ladigan bo'lsa, ularga sal qattiqroq gapirib qo'ysangiz, masalan to'lov qilaman degan joyda ham fikrdan qaytishi bor yoki aksincha bo'lishi mumkin. To'lamayman deb turgan insonga ham shunaqangi ko'niga yo'l topib, agar yaxshi gapiradigan bo'lsangiz, fikrdan qaytib, o'zgarib qolishi ham mumkin. Va bilim nimaga kerak deganida, har doim faqat oddiy insonlar kreditni olishmaydi. Yurist bo'lgan insonlar olishadi yoki mana shu huquqdan ham anchagina xabari bo'lgan insonlar ham olishadi. Men kechiktiryapman, menga qanday chora ko'rasizlar? O'sha vaqtda ularga moddalar bo'yicha qonunda qanday choralar belgilanganligini mukammal qilib tushuntirib yetkazib bera olish ham kerak. Menimcha faqat psixologik tarafdan yoki bilim tarafdan emas, yetkazib berish ham, ya'ni tushuntirib berish ham ancha-muncha mukammal bo'lishi kerak deb hisoblayman. Ish holatimdagi eng esda qolarli vaziyatlardan bittasi bu bitta mijozim bilan gaplashganimiz. Garov evaziga qo'yiladigan kredit bo'lgan. Ular shu darajada muammoli bo'lib ketganki, biz ularni zalogdagi mashinalari bo'lgan. Shu mashinalarni olamiz deb ogohlantirib, men ularga telefon qilib chiqayotganimda ular moshinani barib topa olmaysizlar. Men u moshinani yaxshi ko'rganim uchun o'zim bekitib qo'yganman deb aytganlar. O'sha narsa menga ancha esimda qolib ketgan. Moshinasi qanaqa bo'lgan, qayerga borgan, menga butun men bu hikoyalarni aytib berganlar. Keyin ular bilan oxiri kelishuvimiz o'xshamagandan keyin, bu uzr biz siz bilan kelisha olmadik shekilli. Baribir oldidagi javobgarligingiz bor, shu javobgarlikni berishingiz kerak deb yakunlaganmiz suhbatimizni. Hozirgi tajribam bilan hozir endi ishga kirmoqchi bo'lganlarga eng katta maslahatim avvalambor bilim birinchi o'rinda baribir. Ming tanish bilishi bo'lgan inson ham agar bilimi nolga teng bo'lsa,
ishga kirish balki oson bo'lar, lekin ishni davom ettirib ketish har doim ham oson bo'lmagan va men shuni aytardimki, ular ayniqsa matematika va rus tili, ingliz tili mukammal bilishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Chunki baribir qayerga ishga kirsangiz ham har doim faqatgina o'zbek tilini biladiganlar bilan suhbatda bo'lmaysiz. Masalan, men o'zim ham ko'pincha chet elliklar bilan yoki o'zbek bo'lib tursa ham rus tilini mukammal bilib, o'zbek tilida yaxshi gaplasha olmaydiganlar bilan ham ko'p suhbatda bo'lganman. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda ham tilni o'rganishni birinchi o'ringa qo'yishlarini so'ragan bo'lardim. Har xil holatda ham, ming mijoz yomon gapirgan holatda ham inson o'zini og'ir vazmin, ya'ni og'ir bosiqligi bilan hal qilish kerakligini, hamma narsaga qiziqib, emotsional yondashib ketmasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Hozirda to'g'risini aytsam, menda bank haqida уже ancha tushunchalar borligini hisobga olgan holatda men o'zimni ko'proq yurisprudensiya sohasi bilan ham yana bir sinab ko'rmoqchiman. Va endi mana shu o'zimning soham bo'yicha ham magistraturaga o'qishga topshirishni hozirda rejalashtirmoqdaman. Mana shu amaldagi qonun hujjatlari bilan ham yana ham yaxshiroq ishlashni va ularni yana ham yaxshiroq tanishib chiqishni o'zimga hozirda oldindagi reja qilib belgilab qo'yganman. Demoqchi bo'lganim, faqatgina bitta soha bilan inson cheklanib qolmasligi kerak. Yana boshqa qo'shimcha sohalarni bilib qo'yish menimcha insonga ziyon qilmaydi. Qyutda menga eng yoqadigan narsa birinchi navbatda bu formaga qattiq qaramasliklari. Ochiq sochiq emas-ku, madaniyatga to'g'ri keladigan kiyimlarda bemalol kelishimiz. Endi baribir qizlar ko'p kiyinish yaxshi ko'rishadi-ku, shuning uchun birinchi o'rindagisi shu bo'lsa, keyingisi oshxonasi. Ya'ni Qyutda faqatgina milliy taomlar bilan chetlanib qolmaganda, boshqa binolarda ham fast foodlarni ham, shirinliklarni ham, milliy taomlarni ham shu universitetda o'zidan chiqmagan holatda topsa bo'ladi. Yana bitta eng qulay tarafi bu liftlarni borligida. Keyin universitetda kutubxonasi yoqadi. Chunki bu yerda kutubxonada faqat kitoblar bilan boyitilmaganda, kompyuterlar ham bor. Ko'pincha prezentatsiyalarni ustozlar bersa, uyda tayyorlab kelmasdik. Shu universitetda o'zida dars boshlanishiga 5 minut qolganda tayyorlab, shu yerda bizga shunisi qulay bo'lgancha. Dekanatimiz biz bilan zo'r ishlagan. Shu joyda men o'zimizning dekanimiz Abduvohid akaga alohida rahmat aytib ketaman. Bizani shunchalik qo'llab-quvvatlab, shu darajaga erishishimizda ham ularning hissasi katta deb hisoblayman, chunki har doim yordam berganlar. Masalan, dekanatimiz biz bilan har doim nazoratda ushlaganlar. Ko'chada даже ko'rib qolsalar ham hozirgi dars-ku, nimaga darsga kirmayapsizlar deb, даже har bittamiz ism familiyamizni ham yoddan bilsalar kerak. Men ularga alohida rahmat aytaman. Baribir nazorat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi deb hisoblayman. Даже imtihonlarga kontraktimizda to'liq to'lanmagan bo'lsa, imtihonga o'zi kiritilmasligi kerak bo'lgan holatlarda ham bizga shunchalik dekanatimiz yordam berib, mayli shaxsiy kabinetlaringizni ochib bermasak ham o'zingizga alohida spiska qilib chiqarib beramiz. Imtihonlardan qolib ketmaysizlar deb bizga shu imtihonlarni har bittasini kunlarini chiqarib bergan paytlari ham bo'lishgan. Amaliyot kerak bo'lganda amaliyot joylarigacha o'zlari topib, hal qilib berib, sohamiz moliya sohasi bo'lgani uchun men aniq eslayman, bizning hamkorimiz bo'lgani uchun Ipak yo'li bankiga ham yaxshi aktiv qatnashgan o'quvchilar, ya'ni talabalarini sayohatlarga olib borganliklarini, faqatgina bank yoki ish sohasi bo'yicha emas, o'qish jarayonida ham o'zlari boshqacha yangiliklar tashkillashtirib, masalan, viloyatlararo Samarqandga olib borib kelishgan. O'tdagi atmosfera ham zo'r bo'lgan, lekin men bora olmaganman. Yana universitetimizda har xil o'yinlar o'tkazilardi talabalar o'rtasida. O'shanda ham shaxmat shashka bo'yicha, universitet bo'yicha 2-o'rinni olganman. Lekin o'sha paytdagi eng alam qiladigani, bitta qizimizni she'rga kelmay qolganligi uchun men u qiz bilan tushganman-da. O'shaning uchun men 2-o'ringa tushib qolganim menga haligacha alam qiladi. Universitetimizda talabalari uchun har doim keng sharoitlar yaratib berilgan. Bularga misol qilib universitetda shu amaliyot o'tashi uchun yoki bankni atmosferasi bilan yaqindan yana ham tanishishlari uchun ochilgan shu bankxonasi ham yaqqol misol bo'la oladi. Universitetda erishgan eng katta yutuqlarimdan bittasi grant yutib olganim bo'ladi. O'zi lekin grant yutishimiz uchun ham menimcha Kimyo xalqaro universitetida o'qiganlar hammasi bilishadi. Grantlar yillik bo'ladi va 25% dan 100% gacha bo'ladi. Bu narsani menimcha shu yerdagi talabalarning ham xabari bor. Biz shu foizlarni o'zimizning bilim darajamizdan kelib chiqqan holatda olamiz. Men grant olish uchun lekin ancha-muncha harakat qilganman desam ham bo'ladi. Sababi grant olish uchun har bitta ustozlarimizdan biz tavsiyanomalar yig'ardik. Ustozlarimiz ham bizga shu narsada yordam berib, tavsiyanomalarni bizani maqtab chiroyli qilib yozib berishardi. Universitetda nimaiki tashkil qilinayotgan bo'lsa, hammasida qatnashardim. Maqolalar yozish bo'yicha ham qatnashgandik. Unda biz juft bo'lib, ya'ni para bo'lib qatnashgandik. Men eng yaqin o'rtog'im bilan maqola yozish bo'yicha qatnashganmiz va ikkalamiz ham
o'sha paytda ingliz tilidan uni ham himoyasini ham qilib berganmiz va maqolamiz ham to'liq ingliz tilida bo'lgan. Uni chiqib gapirib beradigan kunimizga kelganda o'rtog'im kela olmaydigan bo'lib qolgan va faqat men o'zim o'sha narsani prezentatsiya qilib ingliz tilida gapirib berganman. Lekin o'sha paytda men The Best Speaker'ni ola olmaganman. O'sha narsa menga ozgina alam qiladi. Lekin maqola yozganimiz uchun bizani har bittamizga chiroyli qilib sertifikat va sovg'alar berishgan, taqdirlashlar bo'lgan. O'sha narsalar menimcha eng chiroyli xotira desa ham bo'ladi. Kimyo xalqaro universitetiga kelmoqchi bo'lgan va shu yerda talabasi bo'lishni xohlaganlarga men shu yerda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Bu yerda agar ko'pchilik e'tibor berayotgan bo'lsa, ba'zi bir blogerlar ham, aktyorlar ham shu yerda o'qishadi, ya'ni universitetda o'qishadi. Bular bilan yuzma-yuz ko'rishsangiz ham bo'ladi. Real hayotingizda. Bu yerning atmosferasi nihoyatda chiroyli va zo'r. Sizga har tomonlama qulaylik va sharoitlar yaratib berilgan. Ya'ni men shaxsan o'zim grant o'qigan vaqtimda ham yoki birinchi kursda kontrakt to'lab o'qigan vaqtimda ham o'sha kontraktimga ham to'g'risi achinmayman, chunki baribir emotsiya, shu yerda olayotgan bizani bilimimizni hammasini qoplab beryapti. Haqiqatan atmosferasi ham, bilim darajasi ham yaxshi bo'lganligi uchun. Shuning uchun bu yerga kelmoqchi bo'lganlar o'ylamasdan topshirsanglar bo'ladi bu yerga kelish uchun.